Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bir o'qituvchi mana shu ikkita faylni yuboribdi. Bularda ko'ryapsiz, 10-sinf va 7-sinf uchun 4-chorak BSB demo varianti bor ekan. Ustozni aytishicha, mana shularga demak tushuntirish, yordam kerak ekan. Keling, bugun sizlar bilan mana shu 7-sinfdan boshlab ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana bu 7-sinfni. Keyin esa mana bu 10-sinfni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bugungi darsimizda mana shu 7-sinfni o'zini ko'rib chiqsak, sizlarga ancha tushunarli bo'ladi. Darsni boshlashdan avval mana bu yerdagi e'longa bir e'tibor qaratishlaringizni so'ragan bo'lardim. Chunki hozirgi so'ralgan BSB topshirig'i asosan Microsoft Access bo'yicha. Informatika o'qituvchilari attestatsiyaga tayyorlanishadi. O'quvchilariga Access dasturi bo'yicha tushuntirishlar beradi, dars o'tadi. Lekin baribir ko'ryapsiz, mana shunday BSB yoki shunga o'xshagan topshiriqlar vaqtida qiynalib qolishmoqda. Ana shularni ham hisobga olib, mana bu yerda may oyida boshlash rejalashtirilayotgan kurslarimizda uni ham kiritganmiz. Agar siz informatika o'qituvchisi bo'lsangiz va ma'lumotlar bazasi Accessda qiynalayotgan bo'lsangiz, albatta mana shu kurs sizga to'g'ri keladi. Chunki ham maktab uchun kerak, ham attestatsiya uchun kerak, ham olimpiada uchun kerak. Bundan tashqari yana hayotingiz davomida ham, aynan darslaringizda deylik, ishlatishingiz mumkin. Bundan tashqari, agar siz attestatsiyada yoki informatikadan boshqa olimpiadalarda matematik masalalar, ya'ni aynan matematikaga bog'lab yechiladigan masalalarda qiynalayotgan bo'lsangiz, mana bu birinchi yo'nalish sizga to'g'ri keladi. Agar dasturlashdan qiynalayotgan bo'lsangiz, ikkinchisi sizga to'g'ri keladi. Agar web dasturlashdan, HTML, CSS, JavaScriptdan qiynalayotgan bo'lsangiz, mana bu uchinchi yo'nalish sizga to'g'ri keladi. To'rtinchisini aytib o'tdim. Agar siz o'zingiz yoki o'quvchingizni olimpiadada, asosan viloyat olimpiadasida qatnashib, yaxshi natijalarga erishishini xohlasangiz, mana bu 5-yo'nalish sizga to'g'ri keladi. Bularning hammasi may oyida boshlanishi rejalashtirilgan. Siz bu guruhga qanday qilib qo'shilib olsangiz bo'ladi? Ya'ni mana shu e'lon joylashgan guruhga. Mana bu yerda manzili ko'rsatilgan, mana bu orqali ham skanerlab o'tib olsangiz bo'ladi. Bu darslar yopiq guruhda olib boriladi. Shuning uchun yopiq guruhga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'ylaymanki, bu sizga juda ham foydali bo'ladi. Attestatsiya darslari boshlangunicha, deylik, avgust oyigacha qaysi yo'nalishda siz o'zingizni kuchsiz his qilsangiz, o'sha yo'nalishni kuchaytirib olsangiz, keyin attestatsiya darslarida ancha sizga oson bo'ladi. Hozirda ustozlar o'zi yopiq guruhlarga qo'shilish boshlangan. Bu e'lon mana ko'ryapsiz, kecha 20-aprelda joylashtirildi. Sizda ham hali imkoniyat bor. Reja bo'yicha 5-aprelda boshlash rejalashtirilgan. Men o'zim demak informatika fanidan attestatsiyaga, olimpiadaga tayyorlaganim uchun va bundan tashqari dasturchi bo'lganligim uchun men bularni sizga oddiy attestatsiya darajasida emas, balki dasturchi sifatida tushuntira olaman. Va sizni ham o'rganishingiz va tushunish darajangiz yana ham rivojlanadi. Sizni darslarimizda kutib qolamiz. Endi esa mana bu vazifaga o'taylik. Bu yerda ko'rib turibsiz, 2025-2026 o'quv yilida 7-sinf o'quvchilarining 4-chorakda informatika va axborot texnologiyalari fanidan o'zlashtirish darajasini aniqlash uchun savol va topshiriqlar 4-chorak 4-BSB demo jami 25 ball ekan. Keling biz bajarishga o'taylik. Mana bu yerga e'tibor qilsak, Alisherning oziq-ovqat sotadigan kichik do'koni mavjud. U barcha mahsulotlar haqida turli ma'lumotlardan oson foydalanish uchun Microsoft Access dasturida ma'lumotlar bazasini yaratmoqchi.
Ushbu topshiriqlarni bajaring. Birinchi topshiriqdan boshlaymiz. Birinchisida aytilyapti: quyidagi savollarga javob bering. A. Ushbu yaratiladigan ma'lumotlar bazasida qanday ma'lumotlar saqlanishi kerak? Keling biz bitta Word fayl ochib qo'yamiz. Maqsad mana shularga javob berib ketish va amaliylarni bajarib ketish. Shriftni 14 qilaylik. Demak, birinchi topshiriq. A'sini javobini yozib qo'yamiz. A'sida nima deyilgan edi? Ushbu yaratiladigan ma'lumotlar bazasida qanday ma'lumotlar saqlanishi kerak? Endi bunga javob beradigan bo'lsak, tasavvur qiling, bitta kichkina do'koncha bor ekan. Mana shu do'kon uchun ma'lumotlar bazasi yaratilyapti. Endi biz ma'lumotlar bazasida o'zi nimani saqlamoqchimiz? Deylik, mahsulotlarimiz haqidagi ma'lumotlarni saqlashimiz mumkin. Mahsulot nomi, uni og'irligi, narxi, chiqarilgan sanasi bo'lishi mumkin. Bizga yaroqlilik muddatini aniqlashga yordam beradi. Yoki shunga o'xshagan ma'lumotlar. Asosan shu do'konimizda bor mahsulotlar haqida ma'lumotlar saqlanadi. Endi shundan kelib chiqib biz bu yerga yozishimiz mumkin. Do'konda mavjud mahsulotlar haqidagi ma'lumotlar saqlanadi. Keling, buni biz bunday qilib qo'yamiz. Mana. A'sini bajardik. Do'konda mavjud mahsulotlar haqidagi ma'lumotlar saqlanadi dedik. Yaxshi. Endi siz ma'lumotlar bazasini qanchalik katta qilishingizga qarab, yana qo'shimcha har xil narsalar saqlasangiz bo'ladi. Masalan, baribir do'kon bo'lgandan keyin albatta bu yerda tovar aylanmasi, pul aylanmasi degan tushunchalar bor. Ya'ni kirim, chiqim, har xil soliqlar to'laysiz. Mana shularni ham hisobga olib, mana bu yerda xohlasangiz ularni ham qo'shsangiz bo'ladi. Lekin asosiy ko'rsatilishi kerak bo'lgan ma'lumot mahsulotlar haqidagi ma'lumot. Qolganlari ikkinchi darajali desa bo'ladi. B. Do'kon egasi bu ma'lumotlardan qanday maqsadda foydalanishi mumkin? Endi bu ko'ryapsiz, mana bu A ga bog'liq bo'lyapti. Agar mahsulotlar haqidagi ma'lumotlar saqlangan bo'lsa, biz bu ma'lumotlarni nima maqsadda ishlatsak bo'ladi? Deylik, do'konda qancha mahsulot qolganligini aniqlash. Demak, qancha mahsulotning yaroqlilik muddati tugagan yoki tugamagan ekanligi. Mana shularni aniqlash mumkin. Do'konda qancha mahsulot qolganligini aniqlasa bo'ladi. Qancha mahsulotni yaroqlilik muddati tugagan yoki tugamagan ekanligini aniqlasa bo'ladi. Endi ana shulardan kelib chiqib, xo'p, bu mahsulotlarni deylik, bahosini ham aniqlash mumkin. Ya'ni bizda qancha mahsulot bor, bu bizni qancha pulimizni hozir band qilib turibdi degan ma'noda. Chunki sizda tovar bo'lgani uchun albatta u o'zini bahosiga ega. Agar siz uni sotsangiz, sizga u pul bo'ladi, sotmasangiz shu pulni u band qilib turgan bo'ladi. Shuning uchun qancha puli band ekanligi deylik. Band ekanligi va hokazo. Endi bu A ga bog'liq bo'lgani uchun albatta boshqa sizda ma'lumotlar bo'lsa, ularga bog'liq narsalarni ham bu yerda aniqlash mumkin. Ya'ni aytdik, agar kirim-chiqim ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa sizda, bu yerda nimalarni aniqlasa bo'ladi? Qancha sotuv bo'lgan, qancha chiqim bo'lgan, ulardan foydasi qancha, zarari qancha va hokazo. Ya'ni mana bunga bog'liq bo'lgani uchun
Shuni qancha ko'p yozsangiz, bu yerda ham shuncha ko'p javob bo'ladi. Biz qisqaroq qilyapmiz. Muhimi, mohiyatni tushunsangiz yetadi. Endi C ga e'tibor qilamiz. C da aytilyapti, ma'lumotlarni ifodalash uchun qanday maydonlar kerak bo'ladi? Eng asosiy 5 ta maydonning nomini yozing. Endi bu ham asosan A ga bog'liq desak bo'ladi. Ma'lumotlar bazasida deylik bizda mahsulotlar degan jadval bor. Keling shuni yozamiz. Tasavvur qilaylik. Ma'lumotlar bazasida mahsulotlar nomli jadval bor. Uni ID, mahsulot nomi, keyin yana xohlasak bu mahsulotni miqdorini ham yozishimiz mumkin. Miqdori. Bu nima degani? Deylik sizda biror bir ichimlik suvi bor. dena deylik, mana sok. Har bitta denani alohida kiritib chiqish emas, balki bu dena degan mahsulotdan jami nechta borligini kiritsangiz bo'ladi. Endi bu yerda deylik jadvalni yoki umuman bazani qanday tashkil qilishingizga bog'liqda bu narsalar. Mahsulotlar deganimizda umumiy holatda mahsulotlarni turlarini oladigan bo'lsak, agar mahsulot degan yana boshqa jadval qiladigan bo'lsak, unda biz har bitta mahsulotni kiritib chiqsak bo'ladi. Agar siz magazinlarda e'tibor qilsangiz, ular yangi mahsulot olib kelganda o'sha apparati bilan shtrix kodini urib bazaga kiritib o'tiradi. Kimdir ko'rgandir? Deylik, ko'p yangi mahsulot olib keldi, tugab qolganlarning o'rniga ularni har birini bazaga kiritib chiqadi. Demak, unda mahsulot degan jadvalga o'sha har bir mahsulot kiritiladigan bo'lsa, mahsulotlar deganda endi bu umumiy aytganimizdek bitta turdagi mahsulotdan nechta borligi yoki shunga o'xshagan umumiy ma'lumotlar yoziladi. Ana shunga ham e'tibor qilishimiz kerak. Bu yerda mahsulotlar bo'lyapti, shuning uchun umumiy qilib yozyapmiz. Demak, uni ID'si mahsulot nomi, miqdori, yana nimasi bo'lishi mumkin? Deylik, ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin. Bu yerda ishlab chiqaruvchi haqidagi ma'lumotlar bo'ladi. Bizda demak bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'ldi hozircha. Yana nimasi bu? Miqdor dedik, narxi ham qo'yib qo'yaylik mana, narxi. Ketma-ketlikni xohlagan shaklda qilaverasiz, balki miqdoridan keyin narxini qo'yishingiz mumkin. Mana biz 5 ta degani uchun 5 ta yozdik. Qancha siz maydonlarni ko'paytiradigan bo'lsangiz, shuncha jadvalingiz batafsil bo'ladi va ma'lumotlar ham albatta shunga ko'ra ko'p bo'ladi. Bu yerda maydon deganda albatta jadvaldagi ustunni tushunishimiz kerak. Mana birinchi topshiriqni bajardik. Endi ikkinchi topshiriq. Ikkinchi topshiriqda aytilyapti. Birinchi topshiriqdagi S bandida yaratgan maydonlar asosida 5 ta ustundan iborat jadval yarating. Jadval nomi products deb nomlang. Mana ko'ryapsiz, products degani o'zi o'zbek tilida bu mahsulotlar degani yoki tovarlar degani. Keling biz endi mana shuni yaratamiz. Xo'p, buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun accessni ochamiz. Yangi baza yaratishimiz kerak. Bazaga nom beraylik. Xo'p. Magazin deyishimiz mumkin xohlasak do'kon desak bo'ladi. Keling, biz buni ingliz tilida nom beramiz, chunki ichidagi jadval nomi ham ingliz tilida bo'lyapti.
store deb nom beryapman. Siz boshqacha nom berishingiz ham mumkin. Create. Mana bizda ma'lumotlar bazasi yaratildi. Hali ichida hech qanday jadval yo'q. Endi biz mana shu jadvalni mana shu products jadvali deb nomlaymiz. Birinchi ustun mahsulot nomi bo'layapti. Keling biz buni mana bu yerdan bajaramiz. Xo'p. Buni demak products deb yozilyapti. Products mana to'g'ri bu ham. Okay. Mana birinchisi ID, bu yerda ustunlarni joylashtira olamiz. Birinchisi ID bo'ldi. Ikkinchisi mahsulot nomi bo'layapti. Bir pastlarga ham qaraylik-chi, chunki ustunlarning nomlariga bog'liq biror bir gap yo'qmi? Jadvaliga mana shu nomli maydon qo'shing debdi. Demak, bu endi 6-chi bo'lar ekanda. Yaxshi. Birdamisiga shuni bajarib ketaylik unda. Bu oxirgisi bo'ladi. Mahsulot nomi. Keling biz buni ingliz tilida yozamiz. Product name qisqa matn bo'lyapti, ma'lumot turi. Xohlasangiz buni uzunroq matn qilishingiz mumkin. Endi bu mahsulotni miqdori ingliz tilida qanday bo'ladi? Mahsulot miqdori. Xo'p, hammasini bir xil tilda qilaylik unda. Mana bunisini ham o'zbek tilida yozamiz qaytadan. Mahsulot nomi deganidek. Mahsulot miqdori. Mahsulot miqdori odatda soni masalan, ya'ni o'sha dna degandik, o'sha dnadan nechta borligi, shular yozilganligi, shular saqlanganligi uchun biz buni number ko'rinishda saqlashimiz mumkin. Mahsulot narxi. Mana bu yerda issiq qolib ketgan ekan, mahsulot narxi. Mahsulot narxini ham biz raqam ko'rinishda yozsak bo'ladi. Nima uchun raqam? Masalan, ba'zi joylarda biror bir mahsulot 2,5 ming so'm deb aytilishi mumkin yoki shunga o'xshagan yarim yoki o'sha unli ko'rinishda. Lekin aslida yozilganda o'sha 2,5 ming so'mlik mahsulot ham 2500 ko'rinishda yoziladi. Ya'ni pul doim butun ko'rinishda yozish mumkin. Shuning uchun narxini shu ko'rinishda qildik. Xo'p, yana qaysi? Keyingisi ishlab chiqaruvchi, misol uchun. Ishlab chiqaruvchi. Mana shunday mana. Mahsulot narxi, ishlab chiqaruvchi. Qisqa matn bo'laversin. Bu yerda albatta ma'lumotni turiga e'tibor berish kerak. Ya'ni bu yerda shu ustunda, ya'ni shu maydonda qanaqa turdagi mahsulotni umuman qanaqa turdagi ma'lumotni saqlamoqchimiz? Nima saqlamoqchimiz? Raqammi, matnmi? Albatta shularga bog'liq bu yerda tur ko'rsatilishi kerak. Va endi oxirgisi ta'minotchi. Demak, supplier. Keling ingliz tilida ko'rsatgani uchun ingliz tilida yozaveramiz. Supplier. Ikkita p edi shekilli. Mana supplier, ta'minotchi. Va endi bu yerda bizga aytganida bu tanlanadigan ro'yxat bo'lsin dedi. Keling biz buni tanlanadigan ro'yxat qilishga harakat qilamiz. Mana bu yerdan lookup wizard ikkinchisini tanlaymiz. Nima uchun? Sababi bizda tanlamoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz alohida birorta jadvaldami yoki o'zimiz ro'yxat ko'rinishida kiritamizmi? Ya'ni mana bu yerda hosil bo'ladigan birorta jadvallardan ma'lumotni olmoqchimizmi yoki o'zimiz ro'yxat yaratmoqchimizmi? Birinchisida o'sha jadval, bor jadvallardan ma'lumotni tanlash qilmoqchi bo'lsangiz, shunday qolaversin. Biz bunisini qilamiz, chunki bu yerdagi birorta jadvaldan emas, o'zimiz ro'yxat yaratib bajarmoqchimiz. Endi mana bu yerda o'sha ro'yxatimizni ko'rsatishimiz kerak. Ro'yxatimiz qanday ko'rinishga ega?
Unifood Agro Bravo LLC. Keling mana Unifood Agro Bravo LLC. To'g'ri yozdikmi? Demak, Unifood Agro Bravo LLC. Mana bu yerda foodda ikkita o bilan. Uchinchisi Asia Leather P. Asia Leather P. Demak, Asmo Ice Cream LLC. Asmo demak, Ice Cream LLC. Oxirgisi Milliy Non Ltd. Milliy Non Ltd. Mana hammasini yozib chiqdik. Next qilamiz. Agar sizda bir qancha ustunlar kerak bo'lsa, mana bu yerdagi ustun sonini o'zgartirishingiz mumkin. Bu hozir bizda bitta ustun bo'lgani uchun, ya'ni bitta ustun bizga yetgani uchun mana shu bir ko'rinishda turibdi. Demak, what label would you like for your lookup files? Demak, mana shu qolaversin. Ya'ni qanday labelda finish bo'ldi. Mana buni ham bajardik. Endi e'tibor qiling, yetkazib beruvchi mana bu ishlab chiqaruvchi bilan ikkalasi bir xil bo'lib qolyapti. Ya'ni deyarli bir-biriga o'xshash. Ammo bu yerda kichik bir farq bor. Ya'ni yetkazib beruvchi bilan ishlab chiqaruvchi doim ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki deylik siz tovarni Xitoydan olib keladigan bo'lsangiz, ya'ni magaziningizdagi tovarlar Xitoyniki bo'ladigan bo'lsa, uni sizga yetkazib berayotgan tashkilot O'zbekistondagi birorta tashkilot bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlab chiqaruvchi yetkazib beruvchi ham bo'lishi mumkin. Lekin doim ham unday bo'lmasligi mumkin. Kimdir o'rtada o'sha yetkazib beradi, lekin ishlab chiqarmaydi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Shuning uchun ba'zida ikkita ustundagi qiymat bir xil kelib qolishi mumkin qaysidir qatorda. Xo'p, endi buni saqlasak bo'ladi. Saqladik mana. Endi mana bu ko'rinishga o'tib biz ma'lumotni to'ldirishimiz mumkin. Xo'p, biz mana buni ham bajardik, ikkinchi topshiriqni. 3ni A'sini ham bajardik. 3ni B'siga e'tibor qilamiz. Jadval tayyor bo'lgach, shu jadval asosida kiritish formasini yarating. Xo'p, 2ni bajardik deb qo'yaylik. Bajarganimizni qanday ko'rsatamiz? Mana bu yerda men rasmini tashlab qo'yaman. Ma'lumotlar bazasi yaratildi va jadval ham mana tayyor. Mana. 3ni ham A'si bajarildi. Buni men sizlarga ko'rsatish uchun buni holatda qilyapman. Aslida sizlar o'quvchidan shu mana bu access faylni o'zini ochib ko'rib tekshirib olasizlar. Bunaqa rasm ko'rinishda emas, access faylni o'zini ochib ko'rib, aytilgandek ishlayaptimi, yo'qmi tekshirib olasizlar. Demak, 3-topshiriqni A'si bajarildi. Xo'p, buni bajarganimizda keling bunday ko'rsatamiz unda. Bu rasmni qayta tashlayman. Mana bu rasmda esa bunday qilib qirqib, mana bu ustunni ko'rsatmay qo'yamiz. Chunki mana bu ustun 3-topshiriqni A vazifasida edi. Yaxshi, endi davom etamiz. B'ni bajarishimiz kerak. B'da aytildi: jadval tayyor bo'lgach, shu jadval asosida kiritish formasini yarating. Endi biz ma'lumotlarni o'zimiz bu yerda bittalab yozib kiritib o'tirmasdan forma ko'rinishida kiritishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Create bo'limiga o'tsak,
Sizda agar tili mana shu interface aksesniki rus tilida bo'lsa, asosan rasmchalarga qarab eslab qolsangiz ham bo'ladi. Menda ingliz tilida, shuning uchun ingliz tilida ko'rsatyapman. Bu yerda bo'limlar bor. Mana bu yerda yangi jadval yaratish mumkin. Bu yerda yangi so'rov. Mana bu yerda esa forms, ya'ni formalar. O'zbek tilida biz mana shuni shakl deymiz. Demak, mana shu yerdan yaratsak bo'ladi. Keling, forum wizardni bosamiz. Mana. Tables, queries. Table, products, ya'ni products degan jadvaldan olyapmiz. Xo'p, kiritadigan ma'lumotlarimiz nimalarni kiritishimiz kerak? Mahsulot nomini kiritamiz, miqdorini kiritamiz. Mana, ID ni kiritishimiz shart emas, chunki ID o'zi o'sib boruvchi bo'ladi. Biz faqat mana bu to'rttalasini kiritsak bo'ladi. Next. Xo'p, bu yerda what layout would you like for your form? Ya'ni shu formangizni ko'rinishi, qanaqa ko'rinishda bo'lishini xohlaysiz? Bu yerda hozir ustun shaklida ko'rinadi. Keling, mana bu yerdan mana tab ko'rinishida data sheet just feed ko'rinishda ekan. Ustun shaklda bo'ladigan bo'lsa, mana bunga o'xshash bo'lar ekan. Just feed bo'lsa, tepasida nomi, pastiga siz ma'lumot kiritadigan bo'ladi. Xo'p, o'zi biz nechta kiritamiz? Kiritsak 4 tagina narsa kiritamiz. Shuning uchun bizga ustunlik ham qulay. Yo ustunlik yoki mana buni tanlasak, ikkalasi bizga qulay. Ustunlik qolaversin. Demak, what title do you want for your form? Bu yerda biz formamizni nomini yozamiz. Mana bu yerda products ko'rinib turibdi-ku, xuddi shunday bu yerda forma hozir ko'ringanda u qanday nom bilan ko'rinishini xohlasak, o'shani kiritib qo'yamiz. Bu yerdan demak input products deb qo'yaylik, ya'ni o'sha mahsulotlarni kiritish degan ma'noda. Finish qilamiz. Mana bizni formamiz tayyor. Mana o'sha forma va mana bu yerda ko'ryapsiz, kiritish holatida turibdi. Xo'p, vazifa nimadan iborat edi? Mana biz B ni ham bajaribmiz. Jadval tayyor bo'lgach, shu jadval asosida kiritish formasini yarating degan edi. Keling, buni ham biz bitta screenshot qilib bu yoqqa tashlab qo'yaylik. Tayyor bo'ldi degan ma'noda. Bu o'zimiz uchun, ya'ni bajardikmi, mana ko'rib boryapmiz. Endi 4-vazifa. 4-topshiriq. 4-topshiriqda nima deyilgan? 4-sida ma'lumot kiritish shakli to'g'ri ishlayotganini quyidagi topshiriqlar yordamida sinovdan o'tkazing. Ma'lumot kiritish shaklini oching, ya'ni o'sha formani ochish kerak va jadvalga 3 ta mahsulot nomini kiriting. Ma'lumotlar bazasini yoping va qayta oching. Kiritilgan ma'lumotlar saqlanganini tekshiring debdi. Yaxshi, keling biz mana shu ishni amalga oshiramiz. Mahsulot nomi. Masalan, meva kiritaylik. Olma. Mahsulot miqdori. Endi bu yerda kilogramda, deylik biz 100 kilogramm olib qo'yganmiz. Mahsulot narxi o'rtacha 15,000 so'mdan bo'lsin. 1 kilosi. Ishlab chiqaruvchi men shunchaki dehqon deb yozib qo'yaman. Dehqon. Lekin yetkazib beruvchi Unifood bizga yetkazib berayotgan bo'lsin. Enterni bosaylikchi. Mana enterni bosdik, ko'ryapsiz, bu yangilandi. Endi mahsulot kiritildimi, yo'qmi? Tekshirib ko'raylik. Xo'p, buni qanday tekshiramiz? Masalan, buni bir marta saqlaylik. Buni yopaylik va qayta ochaylik. Mana ko'ryapsiz. Olma, mahsulot miqdori 100, narxi 15,000, ishlab chiqaruvchi dehqonlar, yetkazib beruvchi Unifood. Bizga 3 ta kiritish so'ralgan edi. Keling biz yana kiritamiz. Nok. Bundan bizda 50 kilogramm bor. Bu endi qimmatroq bo'lsin, masalan, 25,000 dan. Ishlab chiqaruvchi mana bu yerdan birortasini olamiz. Agro Bravo LLC ham ishlab chiqaruvchi bo'lsin, ham yetkazib beruvchi bo'lsin.
LLC. Demak, yana bitta enterni bosamiz. Bizda mahsulot kiritildi. Uchinchisi, keling mana uzum. Bundan bizda 80 kilogramm bo'lsin. Narxi 15 ming. Ishlab chiqaruvchi bu safar mana bu yerdan boshqa birorta yoki non qilamizmi? Bu yerda borlardan olaylik. Non bo'lsin. Mana bu ham non bo'lsin. Non. Xo'p, mahsulot miqdori 200 ta non olib kelib qo'yilgan. Donasi 5000 so'mdan. Ishlab chiqaruvchi Milliy nonni o'zi bo'lsin. Demak, Milliy non Ltd. Va yana bitta enterni bosamiz. Bizda kiritildi. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana bitta saqlab, mana bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, xo'p, refresh qilaylikchi. Mana yangilandi. Bizda hammasi bor. Xohlasak mana bu yerdan kiritaveramiz. Xohlasak formadan kiritaveramiz. Formani bizga qulayligi juda ham tushunarli va oson bo'ladi mana kiritish. Siz mana bu joylarni o'zgartirib chiqsangiz bo'ladi. Qo'shimcha har xil rasmlar qo'ysangiz bo'ladi. Keling, shu joyini ham agar bu yoqda aytilgan bo'lmasa ham bitta ko'rsatib o'tib ketay. Dizaynga o'tadigan bo'lsangiz, mana hammasini to'g'rilashingiz mumkin. Orqasiga rang bersangiz bo'ladi. Mana bu joylarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Mahsulot nomini aynan ustundagi yozuv ko'rinishda emas, o'zingiz chiroyli qilib rasmchalar bilan yana ham chiroyli qilsangiz bo'ladi. Xo'p, biz buni ham bajardik. Bajarganimizni ko'rsatish uchun mana bu yerda 3 ta mahsulot kiritildi-ku. Keling, biz buni rasmga tushirib qo'yamiz. 4-chisini mana bajardik. 5-topshiriq. Microsoft Excel dasturidan foydalanib Products Excel nomli fayl yarating. Yuqoridagi topshiriqlarda yaratilgan ma'lumotlar bazasi jadvalini Products Excel fayliga import qiling debdi. Yaxshi. Demak, bitta Excel fayl ochaylik. Endi bu yerdan biz ma'lumotni import qilishimiz kerak. Dataga o'taylik. Xo'p, e'tibor qiling, mana bu yerda get transform data. Mana bu yerda so'rovlar bilan ishlash mumkin, bu yerda tartiblash, bu yerda ma'lumotlar bo'yicha o'sha uskunalar, ya'ni tools. Biz mana bu yerga o'taylik. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Fayldan bizda access bormi shu yerda? Ko'rsak, bu yerda access yo'q. Demak, mana ma'lumotlar bazasida access bor, ko'ryapsiz. Bu SQL server, mana bunisida access database. Biz mana shuni tanlasak bo'ladi. Endi uni biz qayerga saqlagan edik? O'sha saqlangan joyini ochaylik. Adashmasam, dokumentda saqlangan bo'lishi kerak. Xo'p, uni nomini biz store degandik mana. Import qilamiz. Demak, unable to connect. We encountered an error while trying to connect. Xo'p. Bu yerdagi muammoning sababi mana bu ochiq turgani. Ya'ni bu ma'lumotlar bazasi boshqa jarayonda ishlatilyapti deb bizga xabar berildi. Access dasturini o'zi ishlatib turibdi, shu uchun buni yopamiz. Endi biz retry qilamiz, ya'ni qaytadan bajarib ko'ramiz. Mana endi ko'ryapsiz, bizda ishlayapti. Mana buni bosamiz. Mana o'sha boyagi 3 ta mahsulot kiritgandik, o'shalar ko'rinyapti. Demak, load qilsak, mana bizda o'sha jadval bu yerda paydo bo'ldi. Tayyor mana bunaqa o'sha filtrlari ham bor. Endi nima qilishimiz kerak? Endi biz buni saqlab qo'yishimiz kerak. Saqlashimiz uchun mana shu yerdan save as ko'rinishda xohlagan joyimizga, xohlasak shu dokumentni o'ziga yoki biz qayerga saqlashimiz kerak bo'lsa, o'zimizga qulay joyga saqlab qo'yaveramiz. Mana bu yerda nom beramiz.
products excel shunaqa deganmidi? Products excel faylga import qiling. Mana buni ham bajardik. Mana documents saqlab qo'yamiz. Bo'ldi, mana bizda hamma vazifa bajarildi. Buni ham rasmga tushirib qo'yaman. Sababi mana bu tepasida ham nomi ko'rinib turadi. Mana hammasi aytilgandek bajarildi. O'ylaymanki, bugungi dars sizlarga tushunarli bo'ldi. Agar mana shu ma'lumotlar bazasini yaxshilab o'rganib olsangiz, deylik SQL tilini va undan tashqari aynan maktab uchun kerak bo'ladigan Access dasturini yaxshilab o'rganib olsangiz, bularda qiynalmaysiz. Ko'pchilik o'qituvchilar asosan buni nazariy jihatdan biladi, bunaqa amaliy ishlarda qiynaladi. Shuning uchun darslarimizda sizga ancha foydali bo'ladi deb o'ylayman. Sizlar bilan Habibulloh Halilov bo'ldi. Agar dars ma'qul bo'lgan bo'lsa, siz bizni YouTube kanalida kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosing. Keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Va men mana shu bugungi darsda ishlatilgan mana shu yaratilgan faylni, ma'lumotlar bazasi faylini, ya'ni Access'da yaratilgan, keyin Excel'da yaratilgan faylni hammasini hamjamiyatimizga yuklab qo'yaman. Hamjamiyatimiz bu yopiq guruh. Agar siz qo'shilmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram orqali o'sha Python Coder hashga murojaat qilasiz. Bu hamjamiyatimiz oylik obunali guruh hisoblanadi. Obunasi juda ham arzon. Buni yog'ini bitta abetga to'g'ri keladi, ya'ni bir oy uchun 40 ming so'm. Siz bu yerda mana shu kabi o'zingiz qiynalayotgan vazifalar bo'yicha yordam olishingiz mumkin. Tushunmasangiz tushuntirishlar olishingiz mumkin. Video darslar bor. Juda ham ma'lumot ko'p. Masalan, Cambridge bo'yicha to'liq video darslar joylashtirilgan. Attestatsiya darsliklari bor, darslari bor, juda ham ma'lumotlar ko'p. Shu guruhga qo'shilib olsangiz, bular ham tashlab qo'yilgan bo'ladi. Unda o'sha aytib o'tganimdek, sizni darslarimizda kutib qolamiz. Hamjamiyatimizga ham a'zo bo'ling. Video uchun albatta like bosing. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Dars sizga yoqdimi, foydali bo'ldimi, tushundingizmi, yo'qmi? Va agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Keyingi darslarda ko'rishguncha